O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin topgan Yulduz Usmonova haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yulduz Usmonova 10 yil zapretda yurishiga sabab bo'lgan voqealar haqida ochiqladi. Yulduz Usmonova bergan intervyusida zapretga sabab bo'lgan voqealar haqida gapirib berdi. Allohni tanigan insondan yomonlik chiqmaydi. Otam rahmatli bizga oyatlarni o'rgatardilar, bilganlarini, yodlaganlarini bizga ham yodlatardilar. Oxirgi zapret albatta qo'shiqlarimizdan bo'lgan. O'rgansinlar Qur'onni degan qo'shiqlarimiz bo'lgan. Men diniy fanat yo'liga emas, Allohdan qo'rqishni o'rganish kerak degan ma'noda aytgandim. O'sha paytda shu qo'shiqni aytmaysan deb xat ham yozdirib olishgandi. Men shu o'jarligim, xarakterim tufayli aytmayman deb sahnaga chiqqanimda aytib yubordim. Men san'atkorman, birovdan qo'rqishga vaqtim yo'q. Xohlayman, chunki men birovga ziyon qilayotganim yo'q. Nega mening qo'shiqlarimdan qo'rqasan? Aytdim, o'tdim. Ha, qo'shiqlarim kuch ekanmi? Demak, kerakli mavzudan qo'rq. Bu mavzuni men yopsam, ertaga boshqasi ochadi. Bu faqat bitta misol. Turkmanistonda yonimda ishlab yuradigan Akmal degan ma'murim o'lgani yo'q. O'sha keyin aytib berdi. Do'ppi deyishardi. Kelsam 3 kunga qolmay jo'natib yuborgandi. Aziz Xo'jayevlar, yo'qotasan buni bu yerdan degan ekan. Men birovga gina ushlayotganim yo'q. Andijon bo'yicha bo'lsa kerak aytasan deyishganda aytmaganman. Men unisini ham bunisini ham boshida bo'lmadim. Men siz tarafda ham bu tarafda ham bo'lmayman. Men Allohning haqiqati tomon bo'laman deganman. O'shandan so'ng o'sha mansabdor odam bilan stadionda yoqalashganman. Hamma ko'rgan, 3-4 ta shunaqa narsalar bo'lgan. Xudoni ishini qarang, o'zining shogirdi galstukini boshiga kiydirib qo'ydi. So'rayapsiz, aytyapman-da. Hozir demokratiya gapirsa bo'ladi. Shu omon zamon kelganiga Xudoga shukr. Keyin Gulsanam aytdi, shu ashulani menga shu so'zlarni aytasan deb berganida meni boshim ikkita emas. Men Allohdan qo'rqaman deganman. Tepada jannatmishda, pastda O'zbekiston emish. Kechirasiz-u, qo'ng'iz bolasini oppog'im der ekanda. Endi lekin Allohning ishiga aralashib bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham tepadagi jannatga solishtira olmaysan. Men o'zim qo'rqdim, mumkin boshqasi qo'rqmadi, aytdi. Men Allohdan qo'rqdim. Jannat degan yurtim mana bunaqa bo'ladi deb sanga har xil narsalar bo'lishidan, yurtimga ko'z tegib qolishidan, shu shirkka ham kirib qoladi degan ma'noda aytmayman deganman. U odam boshqalar bilan juda qo'pol, bepisand gaplashar edi. Shundan so'ng yoqalashganmiz. Men shunaqa urushqoqman deydi Yulduz Usmonova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.